Assalomu alaykum Central Avtozone obunachilari. Bugungi obzorimizda SDLG 933 rusumli frontal yuklagich. Agar og'ir yuklarni samarali va tez tashiydigan frontal yuklagich izlayotgan bo'lsangiz, SDLG 933 rusumli frontal yuklagich aynan sizga kerak bo'lgan maxsus texnika. U mustahkam, ishonchli va yuqori unumdorlikka ega. Shuningdek, qulay boshqaruv va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Video obzorimizda frontal pogruchnikning texnik xususiyatlari va afzalliklari haqida gapirib beramiz. Frontal yuklagichning sof og'irligi 10 tonna-yu 110 kilogrammni tashkil etadi. Bu sizga barqarorlik va kuchni ta'minlaydi. Bu degani og'ir yuklarni muammosiz ko'taradi. Ko'sh hajmi 1.8 kub metrni tashkil etadi. Tuproq, shag'al, qum va boshqa materiallarni samarali yuklash va tashish uchun ideal o'lchamdir. Yuk ko'tarish normasi 3 tonnagacha. Frontal yuklagich yirik qurilish va ishlab chiqarish obyektlarida samarali ishlash uchun mo'ljallangan. Frontal pogruchnik 125 ot kuchiga ega, 6 silindrli yichay rusumli kam yoqilg'i sarfiga ega dvigatel bilan harakatlanadi. Maxsus texnikamiz oldinga 40 km/soat tezlikda, orqaga esa 27 km/soat tezlikda harakatlanadi. Bu esa yuk tashish jarayonida ish unumdorligini oshiradi. Kabinada operator uchun maksimal qulayliklar mavjud. Panoramali ko'rinish esa keng maydonni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Konditsioner va isitish tizimi har qanday ob-havo sharoitiga moslashadi. Frontal yuklagichning manyovrlik qobiliyati sizga tor joylarda ham qulay ishlash sharoitini yaratadi. O'lchamlari: uzunligi 6970 mm, eni 2520 mm, bo'yi esa 3240 mm ni tashkil etadi. Shinalar o'lchami 17,5 ga 25 L-3 har qanday yuzalarda ishonchli yurish uchun mo'ljallangan. Xo'sh, nega aynan SDLG? Kuchli va ishonchli, katta yuklarni bemalol ko'taradi va tashiydi. Tejamkor va samarali, kam yoqilg'i sarfi va yuqori unumdorlik. Yuqori manyovrlik, tor hududlarda ham erkin harakatlanish imkoniyati. Haydovchi uchun maksimal qulaylik, qulay boshqaruv va keng kabina. Bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sotuvimizda mavjud bo'lgan SDLG rusumli frontal yuklagichlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirib, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.